Assalomu alaykum, usta akalar, yaxshimisizlar? Vero brendining YouTube kanaliga xush kelibsizlar akalar. Xudo xolisa bugun sizlar bilan Vero brendining turba kesadigan qaychisini obzor qilamiz. Boshqa brend turba kesadigan qaychilarda nima farqi borligini birgalikda ko'ramiz. 3 xil, bir xil razmerdagi turba kesadigan qaychilar. Endi bularni birma-bir kesib tekshirib ko'ramiz. Birinchisini tekshirib ko'ramiz akalar, qarang. Ko'ramiz, nechtada kesa olar ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tada kesdi akalar. Men qo'limga juda ham og'ir nagrushkani mana shu qaychida kesdim. Endi brendini ko'rsatib olmaymiz. Xudo xolisa endi bu ham sifati yaxshi narsa. Endi keyingisini tekshirib ko'ramiz. Qani bu nechtada kesar ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bosilishda kesildi. Endi oxirgisi Vero brendini qaychisini tekshirib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6. Akalar, qaychimizning qanaqa kesganini o'zingizlar ko'rdinglar. Bitta o'zingizlar kommentariyada baho berib qo'yinglar akalar. Bu videoda maqsadimiz boshqa brend mahsulotlarini yomonlash niyatimiz yo'q akalar. Shuning uchun brend nomini aytmadi va ko'rsatmaymiz ham akalar. Bizning maqsadimiz o'zimizning mahsulotimizning sifatini sizlarga ko'rsatib yetkazib bera olish. Lekin agar sizlarda qanaqadir xayol bo'ladigan bo'lsa, bular o'zlarini maqtadi degan narsa bemalol mana shu apparatimizni sotib olmagan holatda Vero Store marketlariga borib olib, ishlatib o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi akalar. Sifati haqiqatan yaxshi, puliga arzigorli mahsulot akalar. Imенно mana shu pichog'i akalar. Boshqa brend mahsulotlariga qaraganda tifonoviy materialdan qilingan. Bu narsani bemalol o'zingizlar internetdan qidirib topsanglar bo'ladi. Tifonoviy degani bu juda ham o'tkir degani akalar. Bu apparatimizda hech qanaqasiga yerdan tushib ketadimi? Yo'gida majburlab tashriflami? Yana tashriflami? Yana tashriflami? Akalar, apparat chutki ishlab beradi. Endi buni yana bitta kesib tekshirib ko'ramiz. Mana qaranglar. Ko'rdinglar? Chutki ishlab beryapti. Akalar, Vero brendida bularga turba kesadigan qaychilarning 3 xil varianti bor. Mana katta turbali uchun ham varianti bor. Kichkina turbalar uchun ham variantlari bor. Eng asosiysi narxlari hamyonbop. Kim kerak bo'lsa, bemalol pastki raqamdagi aloqa chiqaringlar. Shunga o'xshagan qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like qisqartirib qo'yinglar.